Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid. Kanalga xush kelibsizlar do'stlar. Video rolikni oxirigacha ko'ringlar va maksimaliy tarqatib qo'yinglar. Sizlarda bildirgan fikrlaring nafaqat men uchun, balki O'zbekistonda elektr energiya vaziri Jo'rabek Mirzomahmudovga ham juda ham qiziq deb o'ylayman. Xullas yangilik, O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berishi mumkin ekan. Qarsaklar bo'lsin. Jo'rabek Mirzomahmudov sizga. Toshkentda Tojikiston energetika vaziri Daler Juma va O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzomahmudov o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tgan ekan. Muzokaralarda ikki tomonlama energetik hamkorlik, elektr energiyasi almashuvi va mavjud gaz quvurlarini modernizatsiya qilish masalalari muhokama qilingan ekan. Uchrashuvda O'zbekiston Tojikistonga qishki mavsumda tabiiy gaz yetkazib berishi imkoniyatini ham muhokama qilgan ekan. Baraka topkurlar. Sizlarni bu kalalaringga qaydan bunaqa fikrlar keladi? Men prosta hayron qolaman-da. Oldin o'zlaringni xalqlaringni gaz bilan ta'minlab qo'yinglar. Ot sizlarga savolda energetika vaziri Jo'rabek Mirzomahmudov. Siz 100% javob bera olasizmi? O'zbekistonda hamma joyda gaz bor deb o'ylaysizmi siz? Ko'zingiz ko'r bo'lmasa kerak, quloqingiz kar bo'lmasa kerak. Ijtimoiy tarmoqlarga kirib yuradigan insonsiz bilaman. Nima uchun birinchi bo'lib o'zingizni xalqingizni gaz bilan ta'minlamasdan turib, chetga sotish yoki bo'lsam qanaqadir ma'noda almashuv g'oyalarini o'ylab chiqyapsiz? Sizga savol. Bu ham holva, ikkinchisini eshitinglar. Gazlashmagan hovlilarga Svet uchun 50% chegirma beriladi. Tasanno sizga. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzomahmudov 1-yanvardan gazlashmagan hovlilarga elektr energiyasi uchun 50% chegirma berilishi rejalashtirilayotganini aytgan ekan. Nimaga endi 1-yanvarda? Savol sizga. Bu degani 2026-yilga o'tib 1-yanvarda bu qonun kuchga kiradi, tushunaymi? Va o'z-o'zidan savol tug'iladi. 1-yanvargacha odamlar nima qilsin? Tappi yo'qsinmi? Sizga savol. O'tin yo'qsinmi? Palon so'mga ko'mir sotib olsinmi? Savol sizga. Qani bu yerda mantiq? Mantiq qani bu yerda? Mana yaqinda qish boshlanadi. Nimaga shu 15 kun, 20 kun, 1 oy ichida shu qonunni kuchga kiritmasdan turib, eminni qish o'tgandan keyin, ya'ni 1-yanvarda bu qonunni kuchga kiritmoqchi bo'lyapsizlar? Nimaga hozir emas? Nimaga 2025-yil xalq qiynalib turgan vaqtda bu qonunni kiritmayapsizlar-da? 2026-yilga o'tib 1-yanvar kuni bu qonunni ishga tushiryapsizlar. Qani mantiq? Sizlar qaydan bu kosmosdan tushganmisizlar? Qachongacha bu o'zlaringizning jinnini yo'q olasizlar? Ko'rmayapsizlarmi ijtimoiy tarmoqlarda xalq qanaqa do'dvoy qilib chiqyapti? Men nima uchun bu gapni aytyapman? Videoning oxirida Jo'rabek Mirzomahmudov, videoning oxirida men spetsialni siz uchun video rolik qo'yaman. Kirib ko'ring. Sizga ishongan vakillaringiz xalqqa qanday qilib quyma gazni tarqatib chiqadiganini. Sizlarni shu xalqning o'rtasiga olib chiqib turib-ku, savalash kerak sizlarni. Nima bo'la bu ko'zlaring ko'rmi? Quloqlaring karmi? Qayerga qarayapsizlar? Xalq o'zlaringning xalqlaring qiynalib turgan vaqtda qanday qilib chetga sizlar gaz chiqarasizlar? Qanday qilib? Qanday qilib qiynalib turgan xalqlaringni ko'ra bila turib 2026-yilga o'tib 1-yanvardan 50% chegirmani kuchga kirityapsizlar. Jinnilik bu. Nimaga bugun emas, nimaga ertaga emas, nimaga 15 kundan keyin emas? Har safar ko'ryapsizlar, qish qanaqa qattiq kelyapti. Nima uchun xalqqa qiynaladiganini ko'ra bila turib, har safar 1-yanvarda o'ylab chiqqan qonunlaringni kuchga kiritasizlar. Svetning narxini ham shunday qilib ko'tarilaring. Svetga qo'ygan limitlaringni odamlarni bilasizlarmi, qanaqa kistasini quritadiganini? Odamlar qaydan topsin svetga mablag'ni? Qaydan topsin odamlar? Gaz bilan svetga qo'yilgan limit uchun odamlar qaydan topsin? Dod deyapti odamlar. Statistikani ko'rdilaringmi? 150 mingdan ziyod odam chetga abadiy yashashlikka ko'chib ketgan. Bu sizlarni olib boradigan siyosatlaringning natijasida bo'ladigan holat bu. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, videoning oxirida spetsialni Jo'rabek Mirzomahmudovga men video rolik qo'yib qo'yaman va sizlardan meni iltimosim, videoni maksimalni tarqatinglar.
tegishli idoralarga yetib borsin, ko'rsin holat qanaqa ekanligini. Sizlar bilan men Hamid, sog' bo'linglar. Mana bu mahallaga kelgan gaz to'lga yo'q, mashinasi boshqa to'lga yo'q. Odamlar bilan janjal qilib, 3 ta xo'jalikka ham bitta berasan deb, uy alohida bo'lsa ham bitta berasan deb, o'sha mana hozir achchiq qilib to'ldirmasdan ketyapti. Mana shuncha odam turib tomosha qilib ketdi mana. Shopirning ismi Sherozmi bir narsa ekan, bu odamlarni uraman ham deydi ekan bu. Tashlanib qoldi menga. Mana to'lga yo'q, ketyapti. Bu настроенияsi yo'q bo'lsa ham ketaverar ekan bular. Bu yog'ini to'ldirmaysizlarmi? Olmaysizlarmi boshqa? O'qiymi? Ha, bo'ldi, молодец. Zo'r bola ekan.